Voy eshak, shu ham qurilishmi endi? Gazabli o'zi yaxshimikan? Qancha rasxod ketdik-na o'zi. Hisob kitobini qilaman shekilli. Pinablogga o'xshaydi-ya bu. Yo, avtoklav gazablo'da bu. A few moments later. Hozir u holdan beri ko'rib turibman-da, aka. Nimalardir o'ylayapti, hisob chiqmayaptimi, sifatdan ko'ngil to'ymayaptimi, nimadir bo'lyapti-da, Nozim aka. Ochig'ini ayta olasiz aka. Yo'q, sifati yaxshi, hamma yaxshi. Bu gazablo'da misol tanlashimiz, bu narsani Rossiyalarda ishlatamiz. Issiqligi jihatdan ham, hamma jihatdan ham yaxshi, hamma zo'r. Tez ko'tariladi. Etidan keyin misol uyda issiqligi boshqasi yaxshi bo'ladi. O'zi buni mana aka hozir o'ylanayotganingizda hozir gapiryaptidingiz, o'ylanib boshqatayotgan paytda buni siz bitta o'ylantirayotgan narsa shu uy tez bitib qoladi-da, ham issiq bo'lib qoladi. Shu issiq bo'lib qoladi. Eng yaxshi narsani o'ylanyapmiz. Shu narsa ko'p qiynayapti ko'p odamni. Chunki ko'pchilikka bu gazablo'ni olish tavsiya qilinmayapti, chunki birinchidan uy tez ko'tariladi, ikkinchidan uy sovuq bo'lib qoladi, sovuq ushlash ekonom bo'lib qoladi, shuning uchun tavsiya qilinmaydi. Unaqa odamga pishirg'ich yoki penablo'da qilsa ham bo'laveradi.